Shikalat uyimiz xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Samarqand Darvoza ko'cha, Shayxontohur Rudini ro'parasida BM Group Novostroyka. Bir xona 3 xona qilingan, 9-etaj, 12-etajga. Vid Toshkent Cityga qaragan. Uyda shikalatligini bitta ko'ring. Umuman uydan pulni ayamaganmiz. Face ID eshiklar turibdi, smart televizorlar turibdi, turetskiy divanlar turibdi. Xullas, buni ko'zi bilan kelib ko'rish kerak. Uy full paketda. Kirib kelish eshigiga bu yoqda kattagina zal. Bu yoqda oshxonaga alohida yo'lak ketgan, yo'lagimizdan kengish. Bu yoqda sanuzel. Uy hamma joyi to'p-to'p qilingan. Oshxonasi. Oshxonasining kattaligini ko'rsangiz, bemalol o'tirib ovqat yeydigan joy qilganmiz. Xo'p. Oshxonasini ko'rdik. Bu yoqda spalnisi. 3 xona qilingan. Vid Toshkent Cityga qaragan. Rasmni chiqarib qo'yaman. Ortoped matraslari bilan. Eng qiziq joyi narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, shunaqa uylar, endi biz Chilonzor bilan ishlaganimiz uchun Chilonzordan misol keltiraman. Remont qilib, Xrushchevka domlarida 62 ming, 63 ming, 64 ming sotishyapti. Bu Novostroyka. Remontga ham pulni ayamaganmiz. 68-69 deb o'tirganmiz, Tix 65 mingga hamma narsasi qoladi, kal joyida notarsda beriladi.